Aziz bolalar, ijtimoiy axloq bu jamiyatda o'zimizni qanday tutishimiz, boshqalarga qanday munosabatda bo'lishimizni ko'rsatadigan xulq-atvor qoidalaridir. Quyida kundalik hayotda uchraydigan holatlar orqali qaysi xatti-harakatlar ijtimoiy axloqqa mos, ya'ni yaxshi, qaysilar esa ijtimoiy axloqqa zid, ya'ni yaxshi emas ekanini ko'rib chiqamiz. Har bir holatda to'g'ri yo'lni tanlashga harakat qiling. Kattalarga hurmat bilan salom berish. Juda yaxshi. Kattalarni ko'rmay o'tib ketish yoki mensimaslik yaxshi emas. Navbatda tartib bilan kutish yaxshi. Navbatsiz oldinga o'tib ketish yaxshi emas. Chiqindini belgilangan joyga tashlash yaxshi. Chiqindini duch kelgan joyga tashlash yaxshi emas. Do'stlarni qo'llab-quvvatlash yaxshi. Do'stlarni yoki boshqalarni xafa qilish yaxshi emas. O'qituvchini diqqat bilan tinglash yaxshi. Darsda gaplashish, boshqalarga xalaqit berish yaxshi emas. Muloyim va odobli gapirish yaxshi. Qo'pol, haqoratli so'zlar ishlatish yaxshi emas. Muhtoj insonlarga yordam berish yaxshi. Yordam so'raganlarni mensimaslik yaxshi emas. Jamoat transportida keksalarga joy berish yaxshi. Keksalarga befarq bo'lib, o'rinni band qilish yaxshi emas. O'zgalarning buyumiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish yaxshi. Begonalarning buyumiga ruxsatsiz tegish yoki o'g'irlash yaxshi emas. Internetdan odob bilan foydalanish yaxshi. Internetda boshqalarni haqoratlash yoki yolg'on tarqatish yaxshi emas. Yaxshi xulq insonni ulug'laydi. Yomon xulq jamiyatga zarar keltiradi. Umid qilamizki, sizlar har doim odobli bo'lishni tanlaysizlar.